Dugonam Diloram va bizning uyimiz yonma-yon qurilgan bo'lib, o'sha yoshlik paytlarimiz bir-birimiznikiga tez-tez chiqib turardik. Dilining onasi Tursunoy xola juda ham kamsuqum, hokisar ayol edilar. Ko'pincha kechqurunlari chiqsam, ikkita kosada ovqat olib kirardilar. Bittasi Diliga, bittasi menga. Piyova qildim, o'tir, ichib ket der edilar. Sho'rvani piyova derdilar. Ba'zan go'shtli, ba'zan go'shtsiz, o'shanaqayam shirin sho'rva ediki, dugonam ikkalamiz kartoshkasini ezib, non to'g'rab ichib olardik. Pomidor qoqib solib pishirilgan Tursunoy xolaning o'sha qip-qizil piyovasining ta'mi hali ham og'zimda qolgan. Dili dugonamning otasi rahmatli Xo'jaqul buva uzun bo'yli, qotmadan kelgan, istarali odam edilar. Ba'zan kirsam televizorning ovozini baland qilib oldiga borib cho'kkalab o'tirib olardilar. Otang nima ko'ryaptilar desam, futbol derdi dugonam. Xo'jaqul buva futbolning ashaddiy ishqibozi edilar. Dadam rahmatli xamirli ovqatlarni juda ham yaxshi ko'rar edilar. Ba'zan onam rahmatli Sanat opam nima ovqat qilay dadasi desalar, kulchatay der edilar. Kulchatayning sabzisi, go'shti mo'l qilib sho'rvasida pishirilar edi. Bir kosa piyozni alohida idishda sho'rvasidan solib pishirilar edi. Onam rahmatli xamirni qorib, yoyib, pishirib kelgunlaricha, dadam rahmatli bitta laganda pishgan sabzi go'shtlarni maydalab to'g'rab o'tirar edilar. Go'shtini to'g'rayotganlarida men yonlariga borib o'tirib olardim. Onam va dadam pishgan xamirlarni norindan yirikroq qilib to'g'rab, to'g'ralgan sabzi, go'sht va piyozni ham solib, hammasini bitta kattaroq idishga solib aralashtirishar edi. Bu shunaqa ham shirin mazali taom ediki, uni hammamiz yaxshi ko'rib tanovul qilardik. Oradan qancha yillar o'tib ketdi. O'sha aziz insonlarimizning hammalari ham olamdan o'tib ketishdi. Goho yolg'iz qolgan paytlarim otajonimni, onajonimni, har gal sochlarini maydalab o'rib, jamalaq qilib, baxtingni, taxtingni bersin bolam deb orqamga urib qo'yadigan enajonimni, o'sha shirin piyovasidan menga ilingan beozor Tursunoy xolani, ba'zan Dili ikkalamizni gohi yelkalab, gohi qiz bo'lmay ketlaring, nimani pichirlashyapsanlar, yigitlarnimi deb bizni ko'zoynagi tagidan qarab koyigan Qunduz enani, futbol desa dunyoni unutadigan Xo'jaqul buvani, hammalarni sog'inib, sog'inch bilan eslayman. Ularni ko'rgim, bag'rimga bosgim, hidlarini to'yib hidlagim keladi. Bolalik paytlarimda enam ko'pincha katta amakimnikiga boraman desalar, dadam mashinada olib borar edilar. Men ham maktab kiyimlarimni, sumkalarimni olib enamga ergashar edim. Biz u yoqda 1-2 oy qolib ketar edik. Ularning uylari biznikidan 3-4 ko'cha narida edi. Amakim maktab direktori edilar. Ularning ayollari Tuhfa momomni juda ham yaxshi ko'rar edim. Ular ham meni yaxshi ko'rar, onajonim deb gapirar edilar. Ularning 2ta o'g'illari bo'lib, maktabda yuqori sinflarda o'qishar edi. Maktabdan kelib enamga qarardim, bellarini uqalab oyoqlarini bosardim. Enam uxlasalar ko'chaga chiqib, o'sha yerdagi dugonalarim bilan o'ynar edim. Ko'pincha matematika daftarimni amakimning kichik o'g'illariga berar edim, ishlab bering deb. Ko'chadan kelsam ular daftarimga uy vazifasini yozib ishlab qo'yardilar. Ularning yonlarida koreys qo'shnilari bor edi. Ularning 2ta qizlari bo'lib, ular bilan ham dugona edik. Katta qizlari keyinchalik Toshmayda o'qib, shahrimiz poliklinikalardan birida vrach bo'lib ishladi. Ularnikiga qachon kirsam hovlilardagi dorda ilonning tuzlangan terisi quritish uchun osib qo'yilgan bo'lar edi. Ular ilon yeyishadi der edilar momom. Momomlarning 2ta tomorqalari bor edi. Yoz kunlari bittasida anjir va behi daraxtlari ko'p bo'lib, mevalari pishib yotar edi. Bittasida pomidor ko'chatlari gullab, yashnab yotar edi. Ba'zan pishgan pomidorlarni momam 2ta kichik chelakka solib berardilar. Bularni uylaringga olib borib tashlab kel, onajon der edilar. Momom juda ham farishta, ozoda ayol edilar. Ko'pincha egnilarda oppoq shtapil ko'ylaklari bo'lar edi. Ulardan yoqimli, shirin o'pa hidi kelib turardi. Ha, mening momajonim ana shunday ajoyib va mehribon inson edilar. Ilohim ularning ham oxiratlari obod bo'lsin.